Mavzu nutq kamchiligi bo'lgan bolalarning maktabga ijtimoiy moslashuvi. Rejalarimiz ijtimoiylashuv tushunchasi va uning ahamiyati. Ikkinchi reja maktab muhitida ijtimoiylashuv jarayon. Uchinchi rejamiz nutq kamchiligining ijtimoiylashuvga ta'siri. Nutq insonning asosiy aloqa vositasi bo'lib, u orqali shaxs o'z fikrini bayon qiladi, atrofdagilar bilan munosabat o'rnatadi va jamiyatda o'z o'rnini topadi. Bolalik davrida nutqning to'liq shakllanmasligi yoki turli kamchiliklarning mavjudligi bolaning umumiy rivojlanishiga, ayniqsa uning ijtimoiylashuv jarayoniga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Nutq kamchiligi bo'lgan bolalar ko'pincha tengdoshlari bilan muloqot qilishda qiyinchiliklarga duch keladi. Bu esa ularning maktab hayotiga moslashuvini murakkablashtiradi. Shu sababli ushbu mavzu pedagog va psixologiya fanlarida dolzarb hisoblanadi. Nutq kamchiligi tushunchasi va turlari. Nutq kamchiligi deganda nutqning tovush, leksik, grammatik yoki mantiqiy jihatdan normaga mos kelmasligi tushuniladi. Bunga dislaliya, tovushlarni noto'g'ri talaffuz qilish, dizartriya, nutq apparati mushaklarining buzilishi, alaliya, nutqning rivojlanmaganligi, afaziya, nutqning yo'qolishi, logonevroz, duduqlanish kabi holatlar kiradi. Har bir tur bolaning muloqot qobiliyatiga turlicha ta'sir qiladi va individual yondashuvni talab etadi. Psixologik xususiyatlar. Nutq kamchiligi bo'lgan bolalarda ko'pincha tortinchoqlik, o'ziga ishonchsizlik, xavotir yoki yopiq holat kuzatiladi. Ular ko'pincha jamoada o'z fikrini bildirishdan qochadi, noto'g'ri gapirib qo'yishdan qo'rqadi. Bu esa ularda ijtimoiy passivlikni kuchaytiradi. Ba'zi holatlarda aksincha tajovuzkorlik yoki asabiylik ham namoyon bo'lishi mumkin hisoblanadi. Ijtimoiylashuv tushunchasi va ahamiyati. Ijtimoiylashuv bu shaxsning jamiyatga moslashuvi, undagi qadriyatlar, me'yorlar va xulq-atvor qoidalarini o'zlashtirish jarayoni hisoblanadi. Maktab davri ijtimoiylashuvning eng muhim bosqichlaridan biri hisoblanadi. Aynan shu davrda bola muloqot qilishni, jamoada ishlashni va o'z o'rnini topishni o'rganadi. Maktab muhitida ijtimoiylashuv maktab bolaning ikkinchi ijtimoiy muhiti bo'lib, u yerda o'qituvchi va tengdoshlari bilan faol aloqaga kirishadi. Sinf jamoasi bolaning ijtimoiy rivojlanishida katta rol o'ynaydi. Agar muhit qo'llab-quvvatlovchi bo'lsa, bola o'zini erkin his qiladi va faol bo'ladi. Nutq kamchiligining ta'siri. Nutq kamchiligi bolalarda ijtimoiylashuv jarayonini sekinlashtiradi. Bola o'z fikrini to'liq ifoda eta olmaganligi sababli tengdoshlari bilan muloqotdan chetda qolishi mumkin. Ba'zan u masxara qilishi yoki tushunmasligi natijasida o'ziga yopilib oladi. Bu esa uning shaxs sifatida rivojlanishiga salbiy ta'sir qiladi. Pedagog yondashuvlar. Bunday bolalar bilan ishlashda differensial individual yondashuv muhim hisoblanadi. O'qituvchi sabrli, e'tiborli va qo'llab-quvvatlovchi bo'lishi kerak. Interaktiv metodlar, rolli o'yinlar, guruh ishlari orqali bolaning muloqotga jalb qilish samarali natija beradi. Logopedik yordam. Logopedik mashg'ulotlar nutqni to'g'irlash va rivojlantirishda asosiy vosita hisoblanadi. Maxsus mashqlar orqali tovush talaffuzi, nutq tezligi va ravonligi yaxshilanadi. Bu esa bolaning o'ziga ishonchini oshiradi. Oila va maktab hamkorligi. Ota-onalar va o'qituvchilar o'rtasidagi hamkorlik ijtimoiylashuv jarayonida muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Uyda ham bolaning nutqini rivojlantirishga e'tibor qaratilishi kerak. Ota-onaning qo'llab-quvvatlashi bolaning muvaffaqiyatga erishishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Nutq kamchiligi bo'lgan bolalarning ijtimoiylashuv, chuqurroq o'rganishi shuni ko'rsatadiki, bu jarayon faqat nutqning rivojlantirish bilan cheklanib qolmaydi, balki bolaning umumiy shaxsiy rivoji bilan ham chambarchas bog'liq hisoblanadi. Ayniqsa bolaning emotsional holati, o'z-o'zini baholashi va ijtimoiy faolligi bu jarayonda muhim o'rin egallaydi. Agar bola o'zini jamiyatda qabul qilingan, tushunilgan va qo'llab-quvvatlangan deb his qilsa, u nutqidagi kamchiliklarga qaramay faolroq bo'lishga intiladi. Zamonaviy pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, inklyuziv ta'lim muhiti nutq kamchiligi bo'lgan bolalarning ijtimoiylashuvida juda katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Inklyuziv ta'limda barcha bolalar ularning individual xususiyatlaridan qat'iy nazar bir xil sharoitda ta'lim oladi. Bu esa nutq kamchiligi bo'lgan bolalarga o'z tengdoshlari bilan birga rivojlanish imkonini beradi. Shu bilan birga sog'lom bolalar ham bag'rikenglik, hamdardlik va yordam berishi kabi ijobiy sifatlar shakllanadi. Nutq kamchiligi bo'lgan bolalar bilan ishlashda o'yin faoliyati alohida ahamiyat kasb etadi. O'yin bu bolalar uchun tabiiy faoliyat turi bo'lib, u orqali bolalar atrof muhitni o'rganadi, muloqot qilishni o'rganadi va o'z his-tuyg'ularini ifoda etadi. Rolli o'yinlar,
dramatizatsiya, sahnalashtirilgan kabi metodlar bolalarning nutq faolligini oshiradi va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantiradi. Masalan, do'konchi va xaridor, o'qituvchi va o'quvchi kabi o'yinlar orqali bola kundalik hayotdagi muloqoti shakllanishini o'zlashtiradi. Bundan tashqari, axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ham samarali natija beradi. Turli interaktiv dasturlar, multimediali materiallar va logopedik ilovalar bolalarning qiziqishini oshiradi va nutq rivojlantirish jarayonida yanada samarali qiladi. Ayniqsa, vizual materiallar orqali o'rganish nutq kamchiligi bo'lgan bolalar uchun qulay hisoblanadi, chunki ular ko'rish orqali muloqotni tezroq qabul qiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.